O'zbek futboli bir necha iste'dodlarni katta sahnaga olib chiqdi. Ammo shunday futbolchilar bo'ldiki, tezda mashhurlikka erishdi, hattoki O'zbekiston milliy terma jamoasi safida ham bir nechta o'yinlarni o'tkazishga muvaffaq bo'lib, so'ngra jarohat va yana bir qancha sabablar bilan futbol olamidan g'oyib bo'ldi. Qalampiruz mana shunday mashhurlikka erishib, keyin birdaniga yo'qolib qolgan o'zbekistonlik futbolchilar haqida to'xtalib o'tadi. 1997-yilda Navoiy viloyatida tug'ilgan Doston Ibrohimov futbolchilik faoliyatida Paxtakor va Buxoro safidagi o'yinlari bilan ommaga tanilgan. Futbolchilarni haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'layotganligimiz haqida aytib o'tgandim. Yana bir zarba bo'ldi. Hozir uchrashuvda buxorolik futbolchilar hisobni tenglashtiryapti. Turib bo'lsa kerak menimcha. Qoyil ajoyib zarba Doston Ibrohimov. Sherlar safida 2017-yildan 2020-yilga qadar 17 ta o'yinda maydonga tushib, bitta gol urgan. Shuningdek, u O'zbekiston U19, U23 terma jamoalaridagi mazmunli o'yinlari sabab 2019-yilda O'zbekiston milliy terma jamoasiga chaqirilgan. U terma jamoadagi ilk o'yinini 2019-yilning 2-iyun kuni Turkiyaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida o'tkazgan. Ibrohimov o'ng qanot vinger pozitsiyasida o'ynagan va o'sha vaqtlar o'z pozitsiyasida O'zbekistondagi eng iqtidorli futbolchilardan biri edi. Keyinchalik u Qizilqum, G'ijduvon klublarida to'p tepdi. Shundan keyin uning faoliyatida keskin pasash kuzatildi va futbol ommasining nazaridan chetda qoldi. Ayni vaqtga kelib Ibrohimov Kattaqo'rg'on klubida faoliyatini davom ettirmoqda. – 2018-yilgi qorli final qahramoni Andrey Sidorov yodingizdami? Shu mavsumda top jarmachaga yetkazib, gol! Gol! Sidorov! U ham biz boshlagan mavzuga doir futbolchilardan. Sidorov U23 terma jamoasi safida Xitoyda o'tgan Osiyo Kubogi finalida 120-daqiqada Vyetnam darvozasini ishg'ol qilib, terma jamoaga g'alaba taqdim etdi. Shundan keyin uning faoliyati yanada yuksak darajaga ko'tariladi deyilgandi, ammo bunday bo'lmadi. O'sha goldan keyin u bir muddat Qizilqumda to'p tepdi. Faoliyati davomida Paxtakor, Qizilqum, Qo'qon 1912, Buxoro, Xo'jand, Dinamo, Aris kabi klublar sharafini himoya qildi. Ayni damga kelib u Qirg'izistonning Oshmu Aldiyor klubida to'p tepmoqda. – 2018-yilgi Osiyo Kubogi qahramonlaridan biri himoyachi Doston Tursunov o'sha turnirdan keyin milliy terma jamoaga ham jalb etildi va 7 ta o'yinda maydonga tushib, bitta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Oradan to'pni yetkazib berdi. Doston Tursunov boshi bilan bitta bo'sh nuqta topdi. O'sha nuqtadan to'pni o'tkazib darvozaga yo'lladi. Hamma chalg'idi. Tursunov gol urib ketyapti. Tursunov futbolchilik faoliyati davomida Paxtakor, Neftchi, Qo'qon 1912, Metallurg, Renova, Amaguchi, Pusan, Chongqing, Liangjiang kabi klublarda to'p tepgan. Ayni vaqtga kelib u Eronning Istiqlol Xuziston jamoasida o'ynamoqda. Samvel Babayanning Paxtakordagi topilmasi Javohir Sohibov Sherlar safidagi o'yinlari bilan keng futbol ommasiga tanilgan. Hozir zarba, Rikoshet, darvozabon to'pni qaytardi, yana zarba, gol! Barobar o'yinning 48-daqiqasida Javohir Sohibov hisobni tenglashtiryapti. Shuningdek, u O'zbekiston milliy terma jamoasi safida 14 o'yinda maydonga tushgan. U milliy terma jamoadagi debyutini 2015-yilning 3-sentyabrida Yamanga qarshi uchrashuvda o'tkazgan. Sohibov Paxtakor, Metallurg, So'g'diyona, Lokomotiv, Turon, Surxon, Oloy kabi klublarda faoliyat olib borgan. Ayni vaqtga kelib u Qirg'izistonning O'zgan klubida to'p tepmoqda. – 2010-2020 yillar oralig'ida Toshkentning Paxtakor klubida faoliyat olib borgan Kozak ayni vaqtga kelib Toshkentning Lokomotivida to'p tepmoqda. U o'z vaqtida Sherlarning asosiy futbolchilaridan biri bo'lgan. Katta deb ayta olamiz. Kanyuk to'pni egallab oldi, keyin qoldirdi. Sergeyev to'pni orqaroqqa, Kozakdan zarba, ajoyib gol! 2-0. Bugun gollar bir-biridan chiroyli bo'lyapti va O'zbekiston milliy terma jamoasi safiga ham jalb etilgan. Asosan chap qanot himoyachisi sifatida o'ynagan Kozak orada Samarqandning Dinamo klubida ham faoliyat olib bordi.
Ayni vaqtga kelib u yana bir bor temir yo'lchilar bilan shartnoma imzolab, mavsumni ushbu klub safida boshlaydigan bo'ldi. Bunyodkor akademiyasida porlab chiqqan Qodirqulov klub safidagi mazmunli o'yinlari sabab omma e'tiboriga tushdi. Sanjar Qodirqulov. Abramovni gapirib turgan paytimda hisob tenglashdi va bu Abramovning futbolchisi, Abramovning o'yinchi almashtirishi. Qodirqulov maydonga chiqqandan keyin adashmasam birinchi bor to'pga tegishda gol uryapti. Hisob tenglashyapti, qadrli do'stlar. O'zbekistonning bir nechta yosh toifalaridagi terma jamoalarda to'p tepgan futbolchi 2019-yilning 10-oktyabrida milliy terma jamoa safida debyutini o'tkazdi. Qodirqulov O'zbekiston terma jamoasi tarkibida 14 o'yinda maydonga tushib, bitta gol urishga muvaffaq bo'lgan. Qodirqulov futbolchilik faoliyati davomida Bunyodkor, Metallurg, Lokomotiv, Neftchi klublarida to'p tepgan. 27 yoshli futbolchi 2025-yilgi mavsumni Samarqandning Dinamosida boshlaydigan bo'ldi. O'zbek futbolida qisqa vaqt ichida mashhurlikka erishib, keyinchalik yo'qolib qolgan qaysi futbolchilarni eslaysiz? Izohlarda variantlaringizni yozib qoldiring.